Sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Bu juda ham kuchli va mas'uliyatli ibora. Bilasizmi nega bunaqa deyapman? Misol tariqasida keltiray. Do'stingizga yoki yoringizga seni Alloh uchun yaxshi ko'raman dedingiz. Ertaga u sizni qattiq jahlingizni chiqarsa, sizga yoqmaydigan ish qilib qo'ysa, nima qilasiz? O'sha zahoti yomon ko'rib qolsangiz kerak, to'g'rimi? Demak, unutib qo'yamizmi? Men seni Alloh uchun yaxshi ko'raman degan so'zlarimizni. Bunaqa holat er-xotinni, do'stlarni, qo'shnilarni va hatto jigarlarni orasida bo'lishi mumkin. Ammo lekin Alloh uchun dedingizmi, har qanday holatda yaxshi ko'rishlikni, uni ayblari-yu yaxshi-yomon taraflari bilan birgalikda sevishlikni o'rganaylik. Chunki buyuk zotni o'rtaga qo'shyapmiz. Yaxshi ko'raman dedingizmi, u odamni boricha kamchiliklari bilan seving.